Assalomu alaykum qadrli yurt tomoshabinlari. Mana yangi darvozamizni xudo xolisa ustanovkalarni qilib bitkazib berdik. Kraskalarni sepib. Darvozamiz Farg'ona viloyati Bo'zi tumaniga ustanovka bo'ldi. Darvozamizning bo'yi 4 metrga 390. Darvozamiz o'ta ideal holatda. Darvozamizga ketgan materiallarga keladigan bo'lsak, 12-8 profil va 2lik list. Mana bunaqa lazer list bo'ladi. Yoshlar mumkin 8 lazerda o'yilib tepalariga e'tibor beradigan bo'lsak, promoklar ichkari qorong'u bo'lib qolmasin deb promoklarni beradi. 2lik listdan lazerda o'yiladi. Darvozamiz o'ta ideal holatda. Darvozamizning kraskalariga keladigan bo'lsak, xo'sh, gruntovka, gramotex, qora kraska va mana bunaqa ramkalari kumush bo'ladi. Ustidan lak sepilib o'ta ideal holatga keladi. Orqa fasadlariga keladigan bo'lsak, zamoga xudo xolisa endi qo'yamiz. Darvozamizni orqa fasadiga keladigan bo'lsak, orqa fasad mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bir profil qo'yganmiz. Ikkita sharner tepaga va pastga. Tepaga ilojni boricha tepaga qo'ygan yaxshi sharnerni. Keyin albatta mashhur zashulka. Zashulkamiz ochib bekitilishini. Zashulkamizga bitta odamni yarim kuni ketadi. Qo'l bolaysan. Darvoza o'ta ideal holatda, orqalari ham ishlari mumkin. Like, podpiskasidan chiqmasin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ustoz Hamjon